Assalomu alaykum hammaga, barchaga aka-ukalar, opa-singillar. Taksida nima gap? Taksida nimalar bo'lyapti? 5 kishi chiqmoqchi bo'lishadi, 6 kishi chiqmoqchi bo'lishadi. Mana shunaqa holatda birda bitta blogerga, ya'ni taksi blogeriga bitta so'kaxon zo'ravon uchrabdi. Mana videoni ko'ringlar. Chortligingami? Sen chortsan, chort. Basharangga qo'tag'im. Suka. Basharangga qo'tag'im. Me'mor uzr, yosh bolalar va ayollarni iltimos boshqa xonaga chiqarib turib keyin ko'ringlar yoki yoninglarda bo'lsa keyinroq ko'rganinglar ma'qul. Boshidan ogohlantirmaganim uchun minbor uzr. Yoz nomerini bo'l, yozgin bo'l. 90 li yoz. Yozgin hamma yozilibdi-da. Yoz nomerni yoz, bo'ldi. Sen o'sha bo'ldi. Terpila bajarsan, sen yozgin. Bo'l, yoz nomerini. Hop, oilang bilan ekansan. Yoz, bo'l, yoz. Hop, hurmat qilib turibman. Bola chaqang yonida so'kinadimi? Bola chaqang yonida so'kinadimi? Nimani hurmat? Bola chaqang yonida so'kinadimi? Endi olishingni. Bola chaqang yonida so'kinadimi? Senga o'xshaganlar. Yo, sen deb gapirdimmi? Turib olib sen deb gapirib olsan. Nomerni yoz, bo'l. Sen bolalaring tashlab gaplashamiz. Bor mana. Yozsang, yozib, bo'lsa 52 bo'lishi mumkin. Ko'ting. Hozir qilgin. Davay. Boshqa ish nima qo'ying? Hozir qilgan. Bo'ldi, xo'p. Taksi odam emasmi? Mushuk agar erkak bo'lganingda bundoq qarab. Xullas nima bo'lgan bu videoda aka-ukalar, opa-singillar shunaqa holat bo'lganki 5 kishi chiqmoqchi bo'lishgan. Endi to'g'ri bolalar ham bor orasida, endi bolalari bor-ku, tizzasiga o'tkazib olib ketsa bo'ladi-ku, tushunsa bo'lardi-ku taksist degan odamlar ham kommentariyada bo'ldi, aynan bu bloger kommentariyasida. Va shunaqa kommentariyalar o'qidimki, bu inson meni ham pulga aldab ketgan taksiga chiqib degan holatlarni ham o'qidim. Xullas, juda ham ko'p hozirgi paytda mashayniklar, juda ham ko'p mana shunaqa taksist bilan urushadiganlar. Xabaringlar bor, birinchilardan bo'lib o'zim boshlaganman bunaqa mavzuni ko'tarib chiqishi. Hozirgi paytda juda ham ko'payib ketdi blogerlar. Endi bu bir tomonlama yaxshi, chunki omma ko'radi, nima bo'layotganini, qanaqa holat bo'layotganini bir tomonlama yaxshi. Endi ikkinchi tomon kelsak, hozirgi paytda taksilarning soni juda ham ko'p. 300 mingtadan 400 mingtaga yaqin taksi faoliyatida ishlaydigan odamlar bor, aynan O'zbekistonda. Xo'p, bu statistika bor statistika. Eslatib o'taman, Yandexdan olingan statistika. Xo'p, aka-ukalar qaranglar. 5 kishi chiqish, mashinada ovqatlanish, elektronik bo'lsa ham mashinada sigaret chakish, ana bluetooth yoqib ber deyish, anuni qilib ber deyish, buni qilib ber. Aka-ukalar, meni kommentariyamda ham shunaqa yozishgan, chidasang ishla, chidamasang yig'ishtirib qo'y. Taksida bundan oldingi videolarda ham bunday prolistat qilsanglar o'zi chiqib keladi, gapirganman. Taksida nimaga chidash kerak? Taksist nimaga chidash kerak? A tochkadan B tochkaga ehtiyot qilib olib qo'yish kerak, xolos. Uni har xil kaprizlariga chidashga u majbur emas. Hozirgi paytda agregatlar ko'payib boryapti, ularning talabi ham ko'payib boryapti. Lekin ularning talabida ham aynan mijozlarga bo'lgan talablar bor. Aynan mijozlarga bo'lgan. E'tibor beramiz. Xo'p, shopirga bo'lgan talab ham bor. Shopirlar u talabni bajaryapti. Ya'ni Yandexmi, boshqa agregatmi qo'yayotgan talabni qilyapti. Mijozlar bu talabni qilmagan holatda shopir ko'radi, unga yoqmagandan keyin, "Yo, uzr, bunaqa emas, yo, iloji yo'q" desa, shuna tushadi, pasboqon qo'yadi. Shopir yomon, desa, shopir aybdor. Nimasiga aybdor? O'sha chidasang ishla taksida deydiganlarga shopir nimaga chidash kerak? Shopir ehtiyot qilib, hop, o'sha yo'lovchilarni yoki yo'lovchini o'z manziliga olib qo'yish kerak, xolos. U bluetooth yoqib berishga majbur emas. Uni shaxsiy mashinasida mijozlar ovqatlanishi kerak emas. Agar bir og'iz so'ralsa, balkim ba'zi bir shopirlar ruxsat berar ovqatlanishga
ichkili ichishga yoki sigaret chekishga. Lekin aksariyat sho'pirlar ruxsat bermaydi. Chunki u mijozi komforti uchun agar mashinasida hop deb hammasiga ruxsat bersa, undan keyingi chiqadigan mijozga bu yoqmasligi mumkin. Aynan siz mana shu kommentariyada yozayotgan negativ, ya'ni chidasang ishlaydigan negativ. Sizni oilangizdan biron bir yosh bola, ayol kishi yoki yosh katta inson xuddi shunaqa mashinaga chiqib qolsa, ya'ni chakilgan, ovqat hidi bor, hamma yog'i rasvo qilingan mashinaga chiqsa, endi sho'pir chidab yuribdi-da, o'shaning uchun shunaqa holatda sho'pir chidash kerak-da bu holatga deysizmi? Yoki mashinadan tushib ketayotganda sho'pirning mashinasi sassiq hid bor deb jalba qoldirasizmi? Men bilamanki, aynan siz shu negativ, aynan siz chidash kerak sho'pir degan negativ shunaqa jalbani yozib qoldiradi. O'zi amal qilmaydi. Lekin amal qilishini talab qiladi. Yo'q narsani. Bu bilan prava kachat qilish, ya'ni yo'q pravani kachat qilish. Taksini majburiyati bor. Yo'lovchini o'z manzilidan olib, ya'ni bir manzildan olib, A manzildan, ya'ni A tochkadan B tochkaga, ya'ni bormoqchi bo'lgan manzilga eson-omonlikda yetkazib qo'yish. Sho'pirning boshqa majburiyati yo'q. Bo'lishi mumkin tarifga bog'liq, bagajga qarashish, ya'ni yukiga qarashish, yoki eshikni ochib berish, yoki zaryadchik qo'yish, yoki suv qo'yish, влажный salfetka, quruq salfetka qo'yish. Majburiyatida bor narsani sho'pirlar qilyapti. Qilmayotgan sho'pirlar o'zini insofiga u. Misol uchun to'g'ri berayotgan puliga arzimaydi degan insonlar ham bor. Endi qonun qoida bo'lsa, qonun qoidaga amal qilish kerak deb hisoblayman. Men o'zim ham biznes tarifidagi mashinani olmaganimning sababi ham shu majburiyatlarni men qila olmayman. Nimaga qila olmayman? Bu o'zimni anaqa qilish emas, g'ururimni sinadi deb o'ylash emas, yo'q boshqa deb o'ylash emas. Men qila olmayman deganim sababi har xil holat bo'ladi. Men har kuni ertalab boshimni yuvib ko'chaga chiqaman. Birinchi mijoz eshikni ochib berish kerak, bu sovuq kunlarda eshikni ochib bera olmayman. Chunki mashinadan tusha olmayman. Har xil holat bo'ladi. Men misol uchun aynan biznes mashinasiga mos mashina olsam bo'lardi. Atilabdan olmadim. Balkim keyinchalik olarman, Alloh nasib qilsa. Xullas, gapga kelsa, nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga, ya'ni sizlar taksisizlar, taksis bo'lgan holatingizga sizlarga shunaqa provokatsionniy ish qilishsa, endi sen terpilasan, mana boshlading o'sha syomka qilishni. Nima qilsan bechara sho'pir? O'zi bu inson to'g'risi bu blogerni qoralamoqchi emasman, lekin bu blogerni olib chiqadigan kontentlari menga yoqmaydi. Meni xushimga keladigan kontent emas, ya'ni ayollarni olib chiqish. Ayol kishi misol uchun ko'z-ko'z qilinadigan narsa emas deb hisoblayman. Birovni ayoli yoki birovni singlisi, birovni farzandini men misol uchun olib chiqib video qilmayman. Bu inson qiladi, endi u mayli, u o'zini yo'nalishi, u o'ziga havola. Lekin aynan mana shu videosini ko'rdim, Instagram tarmog'iga qo'ymoqchi bo'ldim, to'xta dedim. Qarasam, u yerda Akmal akam taksi nomeri 001 qo'ydilar va boshqa blogerlar qo'ydi. Men aytdim, yo'q, men o'zimni YouTube kanalimga qo'yaman. Bu YouTube kanalda Instagramda o'tirmaydigan, Instagramga kirmaydigan auditoriyam meni anchadan beri kuzatib kelgan, hurmati baland qadrdonlarim bor. Ularga ham ko'rsataman, ularning ham fikrini bilaman degan maqsadda bu videoni qo'yibman. Aka-ukalar, oxirgi payt haqiqatan ko'payib ketdi. 5 kishi bo'lib chiqishadi. Aynan taksi chaqirganda sразу telefon qilib, "Aka, biza 5 kishi deyishmaydi-da. Mashina yetib kelgandan keyin tap o'tirib oladi yoki biza 5 kishi deydi." Baraka topkur. Mayli 5 kishi bo'lsa, olib ketadigan qanaqadir bir noinsof taksis bor. Qolganlarni o'ylamay, faqat o'zim boy bo'ling deydigan odam bor. Mayli, unaqalar uchrasa, telefon qilib ko'r
yo'q desa atmang qor, aka uzr atmang qoraman undada. Shopir sani oldingi bormagani uchun ham xursand bo'ladi. Yo, noto'g'ri gapiryapman. Ha, fikringlarni kommentariyada yozinglar. Qaysi gapim noto'g'ri bo'lsa aytinglar, sen mana bu joyda noto'g'ri gapiryapsan deylar. Men o'ylashim bo'yicha men noto'g'ri gapirmayapman. Faqat haq narsani olib chiqaman. Agar noto'g'ri narsa olib chiqqanimda, to'g'risi men shu darajagacha chiqmasdim. Ya'ni meni mana shunaqa hurmat qiladigan, men o'zim yaxshi ko'rib hurmat qilgan auditoriyaga ega bo'lmagan bo'lardim. Nima deb o'ylaysizlar o'zingizlar? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu Yandex yoki boshqa agregatlardan chaqiradigan uklonmi, boshqami shu iltimos qilib qolardim. To'g'ri, sizlarga ham tushunaman, cho'nchaginglar og'irlik keladi, lekin haydovchini ham o'ylash kerak. Uni ham majburiyati bor. Xo'p, yo'lda yurish, turish majburiyatlari bor. Ya'ni nafaqat agregatlar, ya'ni taksilarda, balkim yo'l qoidalari bor. Uni majburiyati yo'l qoidaga amal qilish kerak. Sizlar yo'l qoidani buzishga majbur qilishga haqqinglar yo'q. Chunki oilasidan, ro'zg'oridan pulni kechib, sizlarni qilayotgan xatoinglar uchun u pul to'lamaydi. U to'lashni ham xohlamaydi. Ba'zi bir riskovat qiladigan odamlar bordir. Ularning insofi o'ziga. Insof so'raymiz unaqa odamlarga. Bo'l, tamom. Joninglar sog' bo'lsin. Kimda kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Ikkita video bor, qo'yaymi, qo'ymaymi deyapman. Fikringlarni qoldiringlar. Qo'yaymi shu videoni. Bir oilani mashinamdan tushirib yuborganman. Yoz paytida hali qo'ymadim u videoni va yaqinda shorts video qilib qo'ydim. Qo'yaymi shu videoni dedim, qo'ying deyishdi. Bitta yosh katta patkayfim, ya'ni kayfdagi okaxon ozgina asabni buzib qo'ydilar. Lekin shunda ham men sabr qilib jim ketdim. Xo'p, ikkita video bor, ikkita materialim bor, qo'yaman deyapman, hech qo'ya olmayman. Unda ham xuddi shunaqa sizlar bilan suhbat aralash qo'yaman, to'liq qo'ymayman. Mayli, joninglar sog' bo'lsin. Podpiskani qasdi bosib, videoga like bossanglar, video maksimal darajada ko'tariladi, omma ko'radi. Sizlardan men ham mamnun bo'laman va xursand bo'laman. Joninglar sog' bo'lsin. Qadri baland, meni qadrdon obunachilarim, qadri baland, qadrdon aka va opa singillarim.